Hurmatli kuzatuvchilar, ko'pchilik balonni shunaqa qorayib turishni xohlaydi, keyin har xil life hacklar ishlatib ko'rishadi. Hozir shu life hacklarni zararini qisqa va lo'nda tushuntirib o'tamiz. Qoraytirishning 2-3 xil yo'llari bor. Birinchisi, oddiy aptekadan glitserin ko'pchilik olib balonni qoraytiradi va ikkinchisi oddiy Coca-Cola'da ballon qoraytirsa bo'ladi. Xo'p, birinchi ziyon glitserinda ham, kolada ham bo'ladigan narsa ballonni quritib boradi. Yozda ballonni qoraytirib qo'yganingizda quyoshda turganda ballonni qoraytirib qo'yishi mumkin va bu chetlari yeyilishni boshlaydi, ballon mustahkamligini yo'qotadi. Kolaga keladigan bo'lsak, kolada ham quritadigan xususiyati bor, lekin yana bitta tarafi o'zingizga неприятный narsa, ballonni shiriq qilib qo'yadi. Shundan keyin balloninglar changib ketib, o'zingizga yoqmagan darajaga kelib qoladi. Hop, uchinchisi, mumkin bo'lgan narsani qoraytirishni tushuntirib o'tamiz. Magazinlarda penka sotadi, gubka bilan, o'sha bilan qoraytirsanglar bo'ladi. Yo, agar qo'lim kir bo'ladi, menga ish bo'yam desanglar, hop, mana bunaqa penkalar chiqib ketgan. Bu penka emas, lak deyiladi. Shuni balloningizga sepsanglar, shunday qorayib turadi. Va effektidan ham o'zingizlar xursand bo'lasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga eng oson va eng effektiv yo'lini ko'rsatib o'tdik. Kommentariyada endi javobinglarni kutamiz. Sizlar ballonni nima bilan qoraytirardinglar?